Pepsi kompaniyasi o'zlarining mijozlarini yana, hamkorlarini yanada kayfiyatini ko'tarib, albatta BYD Chazor avtomashinasini o'z egalariga topshiribmiz. Jami 42 ta BYD Chazor avtomashinadan 28 tasi o'z egalarini topgan. Ana endi 3-chi, ya'ni yakuniy bosqich uchun 14 tana BYD Chazor avtomashinasi kimlarni kuttiribdi? Albatta siz biznesmen, tadbirkorlarni kuttiribdi. Uni ham biz o'ylaringizga borib o'zlarimiz topshiramiz. Pepsi kompaniyasi eng zo'r. Bozorchi, çayxonachi, baliqxonachi, nerede tadbirkorman deydigan bo'lsa, Pepsi kompaniyasi bilan shartnomani tuzib berasizlardan, Pepsi'ni sotasizlar, xudo xolasa mashinani o'zlarimiz sizlarga topshiramiz. Pepsi sattım, BYD Chazor aldım degan gap shu yerda bo'lsin. Qarsaklar bo'lsin. G'ayratayna bugun mashina utib oldingiz. Kayfiyatingiz zo'r haqiqatan. Bugun hamma yaqinlaringiz sizni tabriklab kelib o'tiribdi. O'sha aksiyada nishatib ishtirok etdingiz shu haqida qisqacha. Bu aksiyada bizlar tadbirkorlar Pepsi kompaniyasi bilan shartnoma qildik. O'zlari sovutgich berdi. Sovutgichga har oyda masalan o'zlarimizni harakatimiz shunga bog'liq bo'ldi. Shu harakatimizga baraka berib Alloh taolo shundan bir tovarlarni olib turdik yaxshi niyatda. Shu olgan tovarlarimizga kupon berdilar. Ona bizlar bilmasak avtomatik o'zi kompyuterdan yana nada Latatrondan bo'ldi. O'shanda qatnashib oxirgi olgan tovarimi oxirgi kupondan chiqdi. Hisob. Выигрыш. Eng oxiridan. Eng oxirgisi. Havo. Biz yana bir narsa hozir yaxshi gap eshitdik. Xudo xolasa oilangizda yaqin kunlarda to'y bo'ladi ekan. Inshaalloh. Bu Pepsi kompaniyasidan sizni oilangizda to'yana bo'ldi. Havo, to'yana bo'ldi. Havo, yetirgandan shukr. Endi keyingi savolimiz boshqa tadbirkorlar nomasat berasiz. Boshqa tadbirkorlarga maslahatim ko'ngilni ochiq tutib, Havo. asosiysi ishonib, Havo. realizatsiyani ko'paytirib, bugun bir so'm savdo etib turgan bo'lsa, iloji boricha harakatini qilib, savdoni ko'tarib, shu boricha Pepsi'ni reklamasini ham, Pepsi'ning nov ekanini donishtirib, xalqqa, aholiga, ana shu orqali, savdosi orqali, mehnati orqali erishib borishini Menga eng emotsiyali bir voqealar yaqadidan emotsiyali. Ya'ni mashina utib oldingiz siz, mashina utdingizda ham ichingizdan nov his hayajon o'tdi. Ishonavering, shu ishonch kuchli gap turibdi. Lekin nima deydi uni? Naqatchi degan gap o'rtada. Naqatchi bor. Naqatchi degan gap o'rtada. Menmi shu degan, menmi deb. Naqatchi deb. Молодец, ağa. Tabriklaymiz. Nima deymiz? Shu mashinada hamisha yaxshi kunlarda, havo, yaxshi kayfiyatlarda. Shu hojanamni, onangizni mashina eldan ham mindirib, yaqinlarni mindirib, to'y tomoshalari borib yurish nasib qilsin. Pepsi kompaniyasi sizlarga yana bir marta mana shunday zo'r imkoniyat berib turibdi. Nishlatish kerak. Eng zo'r tadbirkorlar, eng zo'r ishlab chiqaruvchilar shu Pepsi kompaniyasi bilan shartnomani qilasizlar, suvlarni sotasizlar, shuni BYD Chazor avtomashinasini yutib olasizlar. Hammangizga omad tilaymiz. Pepsi kompaniyasi. Zo'r.